Musulmon tushkunlikka mubtalo bo'lmaydi degan qarash to'g'rimi? Ba'zi kishilar musulmon tushkunlikka mubtalo bo'lmaydi. Iymoningiz ojizlashib qolgan bo'lsa, tushkunlikka mubtalo bo'lasiz degan ko'z qarashlarni o'ttirib qo'ydi. Amaliyotda bu xil shakldagi umumiy shakldagi hukm, ya'ni musulmon tushkunlikka mubtalo bo'lmaydi degan hukm to'g'ri emas bilan birga bu musulmonni texnik tushkunlikka mubtalo qiladigan bir so'z. Chunki tushkunlik degan bugungi kunimizda bir xil ruhiy kasallik bu. Buningki mingimizning ximiyasiga aloqador tarafi bor. Hormonning egizpas bo'lishiga aloqador tarafi bor. Ruhiy besim va shundaqlar ruhiy har xil shakldagi hodisalarga aloqador tarafi bor. Masalan, qanday desa, odatiy tushkunlikning omillari qatoridan bu mingimizning ximiyasidagi, masalan, dopamin, serotonin shunda ximiyalarningki egizpas bo'lish sababli inson tushkunlikka mubtalo bo'lib qoladi masalan. Buningki iymon bilan, islom bilan bir aloqador tarafi yo'q. Undan boshqa masalan hormon egizpas bo'lishi bilan tushkunlikka mubtalo bo'lib qoladi. Masalan, ko'pincha hollarda shu tug'utdan qopgan ayollar va yoki tug'ib bo'lgandan keyingi ayollarda hormonning egizpas bo'lish sababli tushkunlik, ya'ni shu depression deydigan xamoshlik kasali paydo bo'lib qoladi. Masalan, ko'nglini yerim, doimiy yerim, sababsiz yerim ko'ngli. Va shundaqlar muhtimay yig'lan bo'lib qoladi. Bu tushkunlikning uningki iymoni bilan hech qanday bir aloqasi yo'q. Ammo yana bir tarafi bor, tushkunlikning aloqador bo'ladigan. U qaysi desanglar, masalan, ma'lum jihatda birasininki tuhmatiga qolib qolsak, boshqalar tarafidan bir tuhmat qolib qolsak va yoki haqsizlikka uchursak va yoki til haqoratiga, tuhmatlarga uchursak, tanqidlarga uchursak, urunsiz shaklda inson tushkunlikka mubtalo bo'lib qolishi mumkin. Shunga bu ko'p xil omillik bir kasallik. Ammo buna deganlik iymonninki, islomninki ruhiy tushkunlik bilan hech qanday munosabati yo'qmi? Va yoki ruhiy tushkunlikdan qutulishga va yoki ruhiy tushkunlikning oldini olishda hech qanday roli yo'qmi desa, unda emas. Iymon islomning e'tiqodinki ruhiy tushkunlikni oldini olishda va undan qutulishda intayin foydasi bor. Bu iymon kuchli bo'lgan vaqtda inson ruhiy tushkunlikka oz uchraydi. Sababi nima desa, ruhiy tushkunlikning bayatni degandek ruhiy tarafi bor buningki. Sababiniki ruhiy tarafi bor. Masalan, qanday desanglar, birazini tuhmatga uchursanglar, iymoninglar kuchli bo'lgan vaqtimizda, biz o'zimizni ma'naviyat jihatdan kuchli tutgan vaqtimizda Yusuf alayhissalomning tuhmati qopti ekan. Ma tuhmat orqali Alloh subhanahu va taolo mening gunohimni yuvishni maqsad qilgan o'xshaydi, o'rnimni ko'tarishni maqsad qilgan o'xshaydi deb o'zimizga tasalli topamizda ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lmaymiz. Va shunga o'xshagan masalan, bir yaxshi ko'rgan odamimizdan ayrilib qoldik yoki qazo qilib ketdi. Qanday o'ylaymiz? Yaqub alayhissalomni eslaymiz. Balasidan arilib ekan deb. Bundan boshqa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan kelgan sabr haqidagi nurg'unlagan hadislarni anglaymiz. Bu hadisni anglagandan keyin bu bizga ruhiy uzuq qiladi-da, ma ruhiy besim sababli keladigan ruhiy tushkunlikning oldini oladi. Shunga mana shu nuqtada aloqasi va uning yordami bor. Xuddi nimaga o'xshaydi desanglar, bu immoniyat kuchiga o'xshaydi, iymonninki kuchi. Ruhiy tushkunlikni oldini olishda. Immoniyat kuchi kuchli odam faqat zukam bo'lmamdi. Zukam bo'ldi. Zukam bo'ladi. Shundaqmi? Ammo azroq bo'ladi. Va shundaqla zukamning qutulishi oson bo'ladi. Dal shunga o'xshagan, qalb zukumi bo'lgan ruhiy tushkunlikdimi? Iymonning o'rni shunga o'xshaydi. Immoniyat kuchiga o'xshaydi. Iymonimiz kuchli bo'lsa, ma'naviyatimiz kuchli bo'lsa, diniy kitoblarni ko'p o'qigan bo'lsak, diniy da'vatlarni ko'p tinglagan bo'lsak, ruhiy tushkunlikka bizni ilib boradigan ishlarga to'g'ri muomala qila olamiz. Va shundaqla bu sababli ruhiy tushkunlikka oz uchraymiz. Agar u biz uchragan ishlar ruhiy qismga aloqador ishlar bo'lgan vaqtida. Va shundaqla ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lgandan keyinmi iymonimizni kuchli tutsak va shundaqla islomiy kitoblarni o'qisak, darslarni ko'p tinglasak, ruhiy tushkunlikdan oson qutula olamiz. Xuddi bu immoniyat kuchimizni ko'targanga o'xshaydi. Masalan, ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'ldik, bu vaqtdagi hadislarni anglaymiz. Masalan, sabrchilarga beriladigan savoblarningki, insonning boshiga nima uchun musibat keldiganligi, inson nima uchun boshqalar tarafidan ana shunday tuhmat qilganligi va yoki tuhmat qilgan vaqtda qanday muomala qilganligi aloqador o'shunday hadislarni, oyatlarni va yoki da'vatlarni anglagandan keyin ruhiy tushkunlikdan osonlan qutula oladi. Shunga dinimizningki, ya'ni islomning iymon e'tiqodiningki ruhiy tushkunlikningki oldini olishda va yoki oz bo'lishda va yoki undan qutulishda roli intayin cho'ng. Ammo bunda deganlik, iymoningiz kuchli bo'lsa, e'tiqodingiz chiq bo'lsa, siz faqatlam ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lmaysiz deganlik emas. Inson iymoni kuchli turibmi, ba'zida ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lib qolishi mumkin. Shunga bir musulmon ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lib qolsa, dinimiz ko'rsatgan yo'llarni sinash bilan birga kasbiy kishilarga ko'nib bu haqda davolanish kerak. Bu savolni so'rashimning sababi Yevropaga ma'lum bir davlatga ko'chgan bir qarindishimiz bilan paranglashib qoldim. Bu qarindishimiz men ko'chab uzun o'tmay shu bak tushkunlashib ketgandim deydi. Xomishlik kasaliga girib qolib, haddidan ziyod tushkunlashib ketib, qanday qilishimni uqolmay bu zodi nima sabab bu deb men buni shunda ko'p o'ylanib, shu o'ylanish jarayonida Nur Ikronninki dars oldim uchrab qoldi deydi. Oldi uchrab qolgandan keyin bu Nur Ikronninki videolarini ko'p ko'rish orqali o'zini o'ngishib olgan ekan. O'ngishib olib, bak yaxshi foydasi olgan menga deb, o'sha yaqinda paranglashib shuning kelmasini deb berdi. Shunga so'rashim tesolan. Yuqorida deb o'tganimizdek, dinimizningki, diniy da'vatlarningki bu ruhiy tushkunlikdan qutulish intayin foydasi ko'p. Masalan, xili uzun bo'lib qoldi. Hammamiz taniydigan bir lager shahidi bor. Shu hamshamiz xat yozdi bizga. Nima deb desa, men vatandan chiqqandan keyin chet ellik kishilarningki bu xil so'sliq qarab, o'zan uchirgan u azob oqibatlarga qarab, ruhim tushkunlashib, shu darajaga borganki, hatto men o'zimni o'ldirishni o'ylagandim. Shu jarayonda Nur Ikronning darsini tinglab, bir
muddat tinchgandan keyin o'zimning asli kelib oldim deb nurg'un ahvollarini aytib bizga xat yozibdi. Bundan biz Alloh subhanahu va taoloning bizga bu ishni muyassarligiga shukr aytgan bo'ldik. Xullas qaytgan vaqtimizda uningga ta'sir qilgani bizning ovozimiz yoki bizningki ishlatgan texnikamiz emas, faqat biz yetkazgan Allohning so'zi, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadisi. Demak, ruhiy tushkunlikdan qutulishda dinimizningki, da'vatlarningki, islomiy kitoblarningki roli intayin cho'ng. Buni ko'zga qilinmaydi. Undan keyin ustozim shu Rasululloh davrida yo'q mazhablar hozirgi davrimizda nimishqa paydo bo'lib qoldi? Rasululloh mazhab tutqanmi? Mazhab tutish shartmi? Hamda qarab qolgan bo'lsak jamiyatimizda anglaymiz. Hanafiy mazhabi, Shafiy mazhabi, Hanbali mazhabi, Maliki mazhabi deb. Shunday ku. Bu mazhab degan nima? Hatta ba'zi kishilar so'raydi, masalan, shu savolga kelgandek, Rasululloh qaysi mazhab dedi? Qaysi mazhabni tutgan Rasululloh deganga o'xshash shu. Oldin shuni tushunishimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning mazhabi yo'q. Hech qanday mazhab emasdi payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam. Nimishqa? Rasulullohning davrida mazhab yo'qdi. Rasululloh qaysi mazhabda degan savol xuddi Odam alayhisolam qaysi millatdan deganga o'xshagan bir savol. Odam alayhisolam qaysi millatdan? Vaqtda millat yo'q. Bu savol bir mantiqsiz. Hamda mazhab nima uchun shakllandi? Rasulullohning davrida mazhab bormidi, yo'qmidi degan savolni bir yessak oldi bilan. Asli mazhab degan nima? Yo'l degan gap. Bu yo'l nima uchun, qanday vaqtda shakllandi? Bu yo'l payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davridami? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam yo'q vaqtda shakllanganligiga payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ishorat qilgan. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Muaz ibn Jabalni Yamanga avatgan vaqtida ularga dinni o'rgatish uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Muaz ibn Jabalga nima dedi? Ey Muaz, oldinga datalash kelib qolsa, davo dastur kelib qolsa, uni nim bilan bitirab qilsa, qanday hukm qilsa dedi. Muaz ibn Jabal nim dedi? Radiyallohu anhu. Qur'on bilan hukm qilma dedi. Agar u masalaga Qur'ondan javob topolmasang-chi dedi, Rasulullohning hadisi bilan, sunnati bilan hukm qilaman dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam u masalaga hadisdami javob topolmasang-chi dedi. Muaz ibn Jabal ajtahidu bi ra'yi. Men o'zimning ra'yi bilan, ya'ni aqlim bilan tirishchanlik qilaman, ijtihod qilaman dedi. Ya'ni Qur'on hadisga tayinib turib ijtihod qilaman dedi. Shu narsa aniq bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Makka dan Madinaga hijrat qildi, Madinada davlat qurdi, kishilarning orasiga da'tilashlarni nim bilan hukm qilgan? Qur'on bilan hukm qilgan. Qur'onda bo'lmaganlarni Allohdan kelgan vahiy bilan, ilhom bilan, o'zining hadisi bilan hukm qilgan. Bu yerda ikki xil qonun shakllangan. Birisi Qur'on, yana birisi hadis. Ikki sahoba da'tilashlar qilib bir masalada Rasulullohning qasha kelgan vaqtimi Rasululloh uni ayirib qo'ydi, to'g'ri gapni debpadi, to'g'ri javobni. Bu yerda Rasulullohning javobi o'tirib chiqqandan keyin Rasulullohning hadisi o'tirib chiqdi. Shundaqmi? Ammo payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam yo'q yerda chu masalan. Vafot bo'lgandan keyin va yoki Muaz ibn Jabalga o'xshash Rasululloh yo'q yerda yangi bir ish chiqsa shu, Madinada bo'lmagan bir masala o'tirib chiqsa shu, va yoki Rasulullohning davrida boshqalar Rasulullohning so'magan bir masala o'tirib chiqsa shu, qanday qiladi? Muaz ibn Jabal degandek inson Qur'on va hadisga tayinib turib qanday qiladi? Ijtihod qiladi. Buning uchun oldin Qur'onni yaxshi bilish kerak. Nurg'un shaylar bor. Hadisni yaxshi bilish kerak. Qur'ondagi oyatlarning shu sababini bilish kerak. Nasikh mansukhni bilish kerak. Hadislarning deyilish sababi va nasikh mansukh shundaqla qaysi vaqtda yuz bergan, Madinadami, Makkadami deganga o'xshagan shu Qur'on va hadis ilmiga aloqador nurg'un ilmlar bor. Shuni bilib bo'lgandan keyin yangi masalalarga shunga tayinib turib hukm chiqaradi inson. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Muaz ibn Jabal Qur'onda va hadisda topolmagan masala. Bu topolmagan masala degan qanday masala desanglar, Rasulullohning davrida yuz bermagan yangi bir ish. Chunki islom kengaygandan keyin yangi xalqlar bilan uchrashadi, nurg'un madaniyatlar bilan uchrashadi, yangi masalalar o'tirg'a chiqadi. Qur'onda, hadisda yo'q. Qanday qiladi? Muaz ibn Jabal aqlim bilan, ra'yim bilan ijtihod qilaman dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bundan qartanim dedi. Allohning elchisining elchisi bo'lgan Muaz ibn Jabalni to'g'ri muvaffaq qilgan Allohga hamdlar bo'lsin dedi. Bak maqtadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bu so'zi orqali o'zidan keyin musulmonlarga bir ish kelib va yoki musulmonlar yangi bir ishga uchrab, masalan bugungi kunimizda yangi masalalar bor, masalan nurg'un yangi masalalar, Rasulullohning davrida yo'q masalalar bor. Mushundaq masalalarga uchragan vaqtida bir odam qanday qiladi? Qur'onga tayinadi. Qur'onni to'liq bilgandan keyin, yuqorida deganga o'xshash Qur'onga aloqador nurg'un ilmlarni bilgandan keyin Qur'onga tayinadi, hadisga tayinadi, undan keyin qanday qiladi? Aql bilan ijtihod qiladi. Kim qiladi bu ijtihodni? Men yoki Ahmad yoki Samatmi? Yo'q. Yuqorida deganimizdek Qur'onni yaxshi bilgan, Qur'onning shu sababini bilgan, nasikh mansukhni bilgan deganga o'xshagan Qur'on ilmiga aloqador bütün ilmlarni bilish lozim, hadislarni bilish lozim. Undan keyin mushuni bilib bo'lgandan keyin, ya'ni mujtahidning sha'nining hammasi hazırlab bo'lgandan keyin qanday qiladi? Yangi masalalarda ijtihod qiladi, hukm chiqaradi o'ziniki aqli bilan. Mana mush yerda nima shakllanadi? Bir yo'l shakllanadi. Mush yo'lning ismi nima? Mazhab. Demak, mazhab payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davrida yo'q. Sababi uning ehtiyoji yo'q. Rasululloh bo'lgan bo'lg'achqa yangi masalalarga qarata javob bergili. Javob bergandan keyin u Rasulullohningki mazhab emas, hadisi bo'lgan bo'lg'achqa mazhabga ehtiyoj yo'q, mazhab yo'q. Shu sababdan Rasulullohning mazhabi yo'q. Rasululloh vafot bo'lgandan keyin ondan keyin mazhab rasmiy shakllandi. Chunki islom jo'grafiyasi kengaydi, yangi kishilar musulmon bo'lib islom kirishga boshladi, yangi madaniyatlar islom jo'grafiyasi qo'shildi, yangi masalalarga duch kelgan tug'andan keyin xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Muaz ibn Jabal degandek, o'sha Qur'on ilmini yaxshi bilgan, hadis ilmini yaxshi bilgan, Qur'on hadisni puxta egillagan olimlar Muaz ibn Jabalga o'xshash Qur'on hadisga tayinib turib, yangi masalalarga qanday qildi? Hukm chiqardi. Bu chiqargan hukmlari mazhab bo'lib shakllandi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam vafot topgandan keyin bir qancha mazhablar o'tirib chiqqan, yangi masalalarga qarata, yangi yo'llar o'tirib chiqqan.
Buni kim chiqargan? Shu salohiyatga to'shqan olimlar, ya'ni mujtahid olimlar o'tirg'i chiqargan. To'tlam mazhabi yo'q aslida. Cho'ng mazhabdan 16 ta va undan ko'proq bor. Ammo davrning o'tishi bilan, taliblarningki kuchishi bilan, o'quvchilarning kuchi bilan, shundaqla shu mazhablarni shu davrdagi davlatlarningki asosiy qonun qilishi bilan ba'zi mazhablarningki agash kuchisi ozligi sababli, kitoblari yozilmasligi sababli yo'qolib ketgan. Davrning o'slan bugungi kunga kelgan vaqtimizda bu bir qancha mazhabdan qanchasi qolgan? 4 qolgan. Demak, Hanafiy mazhabi, Shofiy mazhabi, Maliki mazhabi degan bu mazhablarningki hammasi shu yangi masalalarga qarata o'zining ijtihodi bilan shu imomlarimizning chiqargan yo'llarini ko'rsatdi. Biz Imom Azamningki, ya'ni Abu Hanifaninki mazhabida, yo'lda nimada? Yangi masalalarda. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davrida chiqarilmagan hukmlarda shu Imom Azamningki mazhabida ketib boramiz. Endi bu mazhabga ergashmasak bo'lmamdi. Qanday qilamiz unda o'sha yangi masalalarda? Yoki Rasulullohning davrida deyilmagan, so'ralmagan masalalarda qanday qilamiz? Men makallam bilan hukm chiqarsam, mukallaslar hukm chiqarsa, kimning degan hisob bu yerda nurg'ulg'an qalayimqanchilik kelib chiqadi. Shuning uchun o'sha 4 imomningki mazhabi yo'ldan biriga ergashsak, birinchilab bu yerda ixtilof tugaydi. Ikkinchilab xatolikni saqlanamiz. Chunki baytinqi yana bir savolga kelsak, masalan, mazhab tutish shart bo'ldi shundaqo. Mazhab tutish agar siz Muaz ibn Jabaldek Qur'on ilmiga pishiq bo'lsangiz, hadislarga pishiq bo'lsangiz, Imom Abu Hanifaga o'xshash katta olim bo'lsangiz, mazhab tutishingiz shart emas. Sizmi Qur'on hadisga tayinib turib hukmdan birini chiqarsangiz, u sizning mazhabingiz bo'ladi, sizning yo'lingiz bo'ladi. Sizga ergashgan kishilar bo'lsa, siz bir mazhab shakllantirasiz. Unda bo'lmaydi ekan. Ya'ni siz Imom Azamga o'xshash bir mujtahid emaskan, mujtahidlik salohiyati yo'q ekan, unda bo'ldi ekan. Siz ana shu mazhablardan biriga ergashsiz. U vaqtda shu imomlar tirishchanlik qilib, ijtihod qilib shu hukmlarni chiqargan bo'lsa, agar u ijtihod qilgan ishida agar xato ketgan bo'lsa, undan siz so'ralmaysiz. Shu mujtahid imomlari hisob beradi va shundaqla mujtahidlar xatolasin Alloh subhanahu va taolo ularga bir ajr beradi, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek. Demak, mazhabning shakllanishi bu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning sababidan olimlar tarafidan, ya'ni ijtihod salohiyatining o'zlashtirgan olimlar tarafidan Qur'on va hadisga tayinib turib, yangi paydo bo'lgan masalalarga qolgan yo'llarini ko'rsatdi. Bu mazhablar ko'p edi, lekin davrning o'tishi bilan bu mazhablardan 4 mazhab qolgan. Shuning uchun biz shu jo'g'rafiyaga qarab ba'zi davlatlar Shofiy, ba'zi davlatlar Hanafiy bo'ladi. Buningda birisini xato, birisini to'g'ri yoki ozg'un, mau xato deydigan gap yo'q. Chunki hammasi yangi masalaga qarata Qur'on va hadisga qarata qanday qildi? Tirishchilik ko'rsatib hukm chiqadi. Shunga biz Uyg'ur musulmonlari azaldan Hanafiy mazhabiga ta'va. Biz Hanafiy mazhabidan boshqasiga tayanmasligimiz texmi yaxshi. Nima uchun? Ixtilof bo'lmaydi. Bu yerda bir birlik shakllanadi. Yangi masalalarda va yoki ba'zi bir namozninki qo'shimcha shaxsiy masalalarida ixtilof bo'lmaydi. Birlik saqlanadi. Unda qolganda 4 mazhabning hammasi haqiqat ustidami? Hamda bu yangi yo'llar ustida shu imomlarimiz ijtihod qilib ma'lum hukmni chiqardi shundaqo. Bu hukmlar ichidan qaysi to'g'ri desa, bizga nisbatan, avom xalqqa nisbatan 4'lisining hammasi to'g'ri. Chunki hammasi qanday qildi? Ijtihod qildi. Shunga bir qoida bor. Kullu mujtahidin musib. Hamma mujtahid qanday qiladi? To'g'riga boshlaydi, to'g'riga hukm qiladi. Bu biz tarafidan. Ammo Allohning nazarida uning ichida birisi to'g'ri bo'lishi mumkin. Bu Alloh bilan shu mujtahidning o'rtasidagi ish. Ammo biz 4 mazhabning hammasini to'g'ri deb qaraymiz. Hammasi to'g'ri. Ammo agar biz xato bo'lib qolgan bo'lsa, Allohning nazarida biz shu xato hukm chiqargan, hukmga amal qilmagan bo'lsak-chi, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uni deb qo'ydi. Idza ijtahadal hakim, agar hokim, ya'ni mujtahidlik salohiyatiga to'shqan bir hokim bir ish ustida ijtihod qildi. Yana bir masala ustida ijtihod qildi. Agar u ijtihod to'g'ri bo'lsa, Allohning nazarida ishga ajr beriladi. Agar xato bo'lib qolsa-chi, ijtihod qilganlik uchun bir ajr beriladi. Alloh subhanahu va taolo uni afv qiladi. Shunga biz shunda deb qaraymizki, 4 mazhabning hammasi to'g'ri. 4 mazhabning hammasi to'g'ri ustida bo'lsa, biz bir mazhabni ham tutib mangmay, bizningki yo'liqqan masalalarimizga qarata qaysi biz uchun oson bo'lsa yoki qulay bo'lsa, shuni tutib mangsak bo'lmamdi. Masalan, Hanafiy mazhabida bir masala oson tuyulsa, uni tutib, Shofiy mazhabida bir masala oson bilinsa, buni tutib, masalan, har 4 mazhabningki hammasini yo'g'irib bunda mangsak bo'ladi. Oldin shuni tushunishimiz kerak. Biz musulmonlar cho'qim mazhab tutish kerak deymiz. Nima uchun bilamsizlar? Ba'zi kishilar biz mazhab tutmaymiz deydi. Mazhab tutish kerak deyishimizning sababi ixtilofni yo'qotish. Agar biz 4 mazhabni e'tirof qilmay, mazhab tutmaymiz, biz Qur'on hadisga amal qilamiz deb o'tirg'i chiqsak, 4 mazhab emas, 4 ming mazhab shakllanadi. Chunki yangi masala ustida men bir xil ijtihod qilishim mumkin, Ahmad bir xil ijtihod qilishi mumkin, Mehmet bir xil ijtihod qilishi mumkin. 4 mazhabni yo'qotgandan keyin bu yerda 4 ming mazhab shakllanishi mumkin. Bu 4 mazhabning bo'lishi bir ne'mat bu. Bu 4 xil yo'l bilan bizni yig'idi bu. Endi bu 4 xil mazhabning hammasi to'g'ri. Xolinga amal qilsak bo'lmamdi yoki chuqur birisiga amal qilmashimiz kerakmi degan savolga kelsak, bir qancha sabab tufayli chuqur birini olmasak to'g'ri bo'ladi va shunaqa mangishimiz kerak. Masalan, biz Hanafiy mazhabi shundaq-ku. Hanafiy mazhabidan Shofiy mazhabiga chiqsak, nurg'un ixtilof ko'radi buningda. Ba'zi bir farqlar ko'radi. Musulmonlarning orasida tafriqchilik meydonga keladi. Ammo bunda deganlik mutlaq bir mazhabdan chiqsak bo'lmaydi deganlikmi? Undaq emas. Ammo sababsiz chiqsak olmaydi. Chunki ixtilof bo'ladi, nurg'ulg'an masalalar buning tagida. Shuning uchun bir mazhabda mengishimiz kerak, ittifoqligimiz uchun, birligimiz uchun. Ammo zurur bo'lib qolgan vaqtida boshqa mazhabga ma'lum masala chiqsak bo'ladi,
bo'ladi. Ehtiyoj bo'lib qolgan vaqtida. Chunki bay dedik ya, to'rt mazhabning hammasi haqiqat. Va shundaqla ma masalada ma mazhabninki sal ojiz ekan. Hanifi mazhabining ko'ziga qarshi sal ojiz ekan. Shafi'ning sal kuchli ekan. Men ma masalada texim kuchliroq bo'lgan Shafi mazhabini tutay deb tutishcho, bu to'g'ri. Şart siz şu delillerinin oturusunu güçlendirişini bilsiniz. Manın delilden manın delil güçlükende bilsiniz. Ama avam halk bunu kılamaydı. Şuna manın delilden manın delil güçlükende başka mezhepke çıksak buladı. Ve şundakla zür ihtiyaç olmayan vaqtda başka mezhepke çıksak buladı. Ama osanken de, kolayken de çıksak bunun da bizde yamanlıkның hemmesi juğulup kaladı. Şuna ruhsat izdiği adamda yamanlıkның hemmesi juğulup kaladı deydi. Mesela ma mezhepte birisi kolay, ma mezhepte yeni birisi kolay deyip tört mezhepten için çögülep o adamda yamanlıkның hemmesi juğulup kaladı ve şundakla bu nifakның alamı top kılışı mümkün. Çünkü mümin degen en toğrunu izleydi şunda o. Asanını izlese, belki asanını izleyip hemmesi de bir aciz boğan hükümlerge emel qilib qilishi mümkün. Şuna bu xil şekildeki ruhsat izleş, davamlı qiliq qalbiga yoki nefsiga yenik keldiğini izleş ancha to'g'ri emas. Yana shuni eskartib qo'yish kerak, bu mazhab farqoldi deganlik, bu cho'ng masala emas bu. Chunki hozir Hanbali mazhabi, Shafi'i mazhabi deymiz, bu fiqhiy mazhablar va shundaqla fiqhining ichidagi ko'pinchisi tarmoq masalalardagi o'xshamasliklar bu. Masalan, aqida mazhabi emas bu. Allohning birligi haqidagi o'xshamasliklar emas bu. Tavhidda hamma to'rt mazhabning imomlarining hammasi ittifoq. Aqida ittifoqda hammasi ittifoq. Faqat amal ibodatda va shundaqla muomalatda va shundaqla yengida yuz bergan masala haqida olimlarimiz ana shunda o'xshamagan shaklda ijtihod qilib yo'llarni paydo qilgan, mazhablarni paydo qilgan. Shunga Shafi mazhabidagi bizning qarindoshimiz, Hanbali mazhabidagi bizning qarindoshimiz, Maliki mazhabidagi bizning qarindoshimiz. Ani to'g'ri tushunishimiz kerak. Ustoz, manfaatparastlik bugungi dunyomizda nihoyat jiq avj yetib ketdi. Ba'zi doktorlar, ba'zi psixologlar, biz ba'zi cho'ng bilgan odamlarning hammasi avval o'zini yaxshi ko'rgan, avval o'zini mushu gaplarni bekchiq gap qildi. Buning qarshisi qanday qaraysiz? Manfaatparastlik masalasi bir musulmonga nisbatan qarindoshlar sal qaraydigan masala emas. Chunki manfaatparastlik bizning iymonimizga daxl etkazadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dedi: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Sizlarning biringlar qarindoshiga o'ziga nimani yaxshi ko'rgan bo'lsa, shuni yaxshi ko'rmasa, mu'min bo'lolmaydi dedi. Shuning uchun musulmonga nisbatan bu sal qaraydigan bir masala emas. Xo'sh, undan so'ng manfaatparastlik degan nima? Buni farq qilishimiz lozim. Chunki ba'zi vaqtda biz manfaatparastlik bo'lmagan ishlarni manfaatparastlik ko'rilishi mumkin. Ikki odamningki bir ma'lum manfaat ustida birga kelishi bu manfaatparastlik emas. Manfaat ustiga qurilgan o'rtaqlik va sheriklik deb qo'ymish shunda-ku. Manfaat ustiga qurilgan aloqaning hammasi manfaatparastlik bo'lmaydi. Dunyoda manfaat ustiga qurilmagan bir aloqa yo'q. Hatto biz bilan Alloh o'tirishlik aloqadimi? Biz tarafdan Allohdan biz nimani kutamiz? Jannatni kutamiz. Allohning roziligini kutamiz. Xo'sh, undan so'ng manfaatparastlik degan nima? Manfaatparastlikning 3 xil alomati bor. Birinchisi, aloqada, mayli do'stlik aloqasi olsun, mayli har qanday bir aloqa olsun, aloqada men merkezchilik shaklida aloqa qurish. Mening manfaatim, mening his-tuyg'um, mening foydam, mushunam o'ylab aloqa qurish bu manfaatparastlikning bir alomat. Ikkinchi birisi shartlik aloqa. Shu manfaat uchun aloqa qurdingiz, manfaat tugudimi? Undan faqat izdishadigan yoki u aloqani saqlaydigan bir niyatingiz yo'q. Bu manfaatparastlikning bir alomati. Üçüncüsü, aloqada har qanday bir ishda hisobchan bo'lish. Hammani yozib qo'yish. Bir yaxshilik qildingizmi? Ha, mush yaxshilikni badalini men cho'qim olaman deydigan maqal shakldagi aloqa qurish bu manfaatparastlik bo'ladi. Ya'ni boshqalar bilan munosabat qurgan vaqtimizda qarshi tarafning haqqini, tuyg'usini e'tiborga olmasdan o'zimizning manfaatini o'ylab aloqa qurgan bo'lsak, bu manfaatparastlik kiradi. Bu yuqoridagiimizdek bizning iymonimizga daxl yetkazadi. Shunga bunga alohida diqqat qilishimiz kerak. Musulmon kishi manfaatparast bo'lmaydi. Endi yuqorida deyilganga o'xshash, jamiyatimizda deyilayotgan, tashviq qilinayotgan bazar ba'zi bir gaplar bor. Avval o'zingni so'y, shunday-ku, o'zingni yaxshi ko'r deydigan. Amaliyotda inson tabiatan o'zini yaxshi ko'radi. Ammo bu xil gaplarning bozorga silinishi, nurg'unlagan aloqaning uzilishigga, hatto oila munosabatlarining uzilishiga sabab bo'ladi. Hatto ayol kishiga nima deb nasihat qiladi? O'zingni so'y. O'zingni so'ysan, seni boshqalar so'yadi deb. Biz o'zimizning Madinada qaydigan bo'lsakmi, shu fidokorlik oldingi o'ringa qo'yiladi. Men sana fidokor bo'laman, sen menga fidokor bo'lasan. Undan keyin bu yerda munosabat qanday bo'ladi? Texmi changaydi. Ayol kishi men o'zimni so'yman deb o'zining manfaatini ham o'ylasa, er kishi o'zining manfaatini o'ylasa, bu xil shakldagi qurilgan oilami o'mich to'rning ustiga qurilgan oilaga o'xshash nihoyat ojiz bo'lib qoladi. Shuning uchun har ayollarni bu xil tashviqotlarga aldanmay, biz ergishadigan, biz o'rnak qiladigan, shuar qiladigan nurg'un go'zal hadislar bor. Buni o'rnak qilmasa, oilasi, kishilik munosabat hammasi sog'lom bo'lishi mumkin. Shunga bugungi kunimizda bu manfaatparastlik, oilamiz qadri singib ketgan. Hatto er kishimi, ayol bilan bo'lgan munosabatdimi faqat o'zini o'ylaydigan, ayolning his-tuyg'usini, manfaatini faqat o'ylamaydigan, ayollarmi o'zining manfaatini ham o'ylaydigan, yo'ldoshining haqqini, uning manfaatini o'ylamaydigan. Bu shunday bo'lib ketgan kunda musulmonlar ma'non qatnay sezgir bo'lishimiz kerak. Bu manfaatparastlik jamiyatda ishonchni yo'qotadi. Hech kimga ishonmaydigan, o'sha samimiyetsizlikning avj olishiga sabab bo'ladi. Shundaqla insonni yolg'izlik mubtalo qiladi. Har bir odam manfaatparast bo'lib ketgandan keyin insonniki odamlarni aralashib tushganmaydi.
bir odam yaqinlashsa, endi meniki nima maqsadi? Men bilan aralashib uchun. Qaysi bir ishni mendan elish uchun, qaysi bir manfaatga erish uchun kelgandir deb, mana shunda samimiyatni yo'qotib qo'yadigan bir ish. Bizdenimizdek din nasiha, din samimiyat demek. İnsan samimiyetsiz yaşayamaydı. Bu ama Müslüman samimiyetsiz o'zining islomini saqlayamaydi. Shuning uchun qarindoshlar buning qarta nihoyatda sezgi bo'lishi kerak. Buni imonimga daxl etkazadigan bir ish deb qarash kerak. İmanı acizlashib ketganlarga, dindan sustlashayotganlarga qanday tavsiyalaringiz bor? Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo bizni nurg'unlagan oyatlarda qanday qilishimiz kerak ekanligini, iymonimizni saqlash uchun nima ish qilishimiz kerak ekanligini Alloh subhanahu va taolo Qur'on karimda biz ko'rsatdik. Inshaalloh biz kelarki darsimizda bu vaqtdagi oyatlarni o'qiymiz inshaalloh.